Bugun o'sha mashhur lavash xamiridan yupqani tayyorlab ko'ramiz. Ishni boshlashdan avval layk, komment hamda obuna bo'lishni unutmang. Tavaga yog' solib, piyozlarimizni, ya'ni bitta katta piyozni mayda qilib to'g'rab qizartirib olamiz, to tilla rangiga kirguncha. Bu orada lavash xamirlarimizni bo'lamiz. Kattasi bo'lgan uchun men 4 ga bo'ldim. Piyozimiz qizargandan so'ng esa qiymani solib, yana aralashtirib qovurishda davom etamiz. Qiymani rangi o'zgargandan keyin tuz, murch, zira solib yana qovuramiz. Qirg'ichdan o'tgan sabzilarni solamiz. 800 gram sabzi soldim. Mana shu tarzda yaxshilab qovuramiz. 5-10 daqiqa shu tarzda qovurib olgandan keyin esa qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Keyin lavash xamirimizni bir yoq tarafiga qiyma solib, ustiga yana lavash xamirini yopib, shu tarzda 3-4 ta qavat qaytariladi. Mana tayyor yoqimli ishtaha.